Harbiylarning eng sevimli avtomobili va har bitta erkak orzu qiladi shu avtomobilni. Qarshingizda Geely Wagen G63 Mercedes-Benz 2027-yil restyling. Kapotini ostida V8 biturbo, 585 ta kuchi va 4.4 sekund 0 dan 100 gacha. Tasavvur qiling shu g'ovdasiga. Keyin yana bitta o'zgarishi, kapoti o'zgargan. Faqat bir avgustda shunaqa kapot ko'rardim, kattalashgan. Lekin o'sha 2027 da ham alishdi. Lekin gap yo'q. Buni saloniga o'tirganingizdan keyin maza qilib ketishingiz mumkin, chunki bunda 6 xil masajlar bor. Qani bitta saloniga o'tiraylikchi. Sport, komfort, eko rejimlariga ham qo'yib ketsangiz bo'laveradi va saloniga karbonlar ishlatilgan. Bilasizlar, saloniga karbon ishlatilgan avtomobilni bundan bir dopopti bo'lar. Mana remini qarang, sariq va chokalariga yaxshi ahamiyat bersangiz, buni ham sariq. Yana bir yangiliklardan biri отпечатка qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. O'g'lingiz hech qachon mashinani o'g'irlab keta olmaydi va Face ID'si ham bor, eng qizig'i. Maza qilib ketishingiz mumkin bu avtomobilni. Bürmester akustika sistemi, pamyatli sidini, abduf, abagrev, klimat kontrol hammasi bor. Erkaklar nima qilib maza qiladi deymi? Aynan shu ishini yopganingizda maza qilishadi-yu. Agarda sizga bu mashina qiziq bo'lsa, egalanaqa basta qoldiraman, aloqaga chiqib ko'rasiz.